oxirgi paytda bemorlarni har xil kasalliklardan tuzalmasligiga yana bitta sabab bor. Shu sababni ham aytmoqchiman bugun sizga. Biz odamlarga shu kasallikni sababini yo'qotsa, sog'ayib ketadi. Anaqa kasallikdan, manaqa kasallikdan osongina sog'ayib ketadi, chunki Alloh insonni vujudini tuzaluvchan qilib yaratgan. Nimanidir yoki kimnidir sababchi qiladi. Biz bilimlarimiz bilan o'sha kasallikni sababini sizni ichingizda, siz bilan birgalikda ichingizdagi o'sha keltirib chiqargan sababini bartaraf qilamiz deb o'lib, kuyib, bartaraf qilganimizdan keyin oldingi holatingizga qaytasiz deb tushuntirsaylik, shuncha gapni eshitib turadida, tuzalmasamchi deydi. Mana shu tuzalmasamchi degan paytda biz sportlaymiz yoki bo'lmasa ular odatlanib qolganda tuzalishiga emas, tuzalmasligiga ishonishga odatlanib qolgani uchun miyasiga lip deb tuzalmaslik to'g'risidagi xayol kelaveradida. Keyin biz unga aytamiz: "Ey, siz nima uchun tuzalmasligingiz to'g'risida o'ylayverasiz? Tuzalib ketaman deb o'ylasangiz bo'lmaydimi? Tuzalib ketishingiz to'g'risida xayol qila olmaysizmi?" Ana o'sha tuzalib ketmasligi lipti miyasiga keladida, ular odatlanib qolgan tuzalmaslik to'g'risida xayol qilishga. Ana shu tuzalmaslik xayoli ularni tuzalmasligiga sababchi bo'ladi. Mayli sababchi bo'lsa ham, unda yana qo'shimcha kasalliklar qo'shilib ketaveradida, uning ichida bitta emas, bir nechta kasalliklar paydo bo'ladi. Mayli o'zi qiynalsa ham, oila a'zolarini ham ezvoradi-da ular. Mana shundaylardan bittasi haligi doim yomon narsani o'ylaydiganlar, o'lib qolishdan qo'rqadiganlar, yopishqoq fikri borlar. Yonida odamlar bo'lsa, ko'ngli tinch, u to'g'risida o'ylamaydi, tinchgina. Lekin yolg'iz qolish to'g'risida bir bilimga ega bo'lsa yoki yolg'iz qolish to'g'risidagi ma'lumot uni miyasiga kelib qolsa, hamma ketaman deb qolsa bir joyga, "Voy, men yolg'iz qolib ketamanmi" degan zahoti o'lim to'g'risida yana o'ylab boshlaydi-da. Uni ichida lip deb shu o'lim to'g'risidagi odatlanib qolgan xayoli, odatli xayoli, refleks lip deb kelaveradida. O'shanda dukullamagan yuragi dukullaydi. Uni ko'tarilmagan davlinasi ko'tarilib ketaveradi. Har narsa bo'laveradi ularning ichida. O'sha bemorlarni ongiga "Men tuzalmayman" degan fikri o'tirib qolgan. O'sha tuzalmayman degan fikrini biz tozalamagunimizcha ularni sog'aytira olmaymiz yoki ularni xayoli kasal. O'zi soppa-sog'. Borib tekshirtirsa, diagnostik tahlillar siz sog'lomsiz deb ko'rsataveradi, sog'lom odamni holatini ko'rsataveradida. Ularni o'sha ongida "Men kasalman" degan fikr o'tirib qolgan, sog'aymayman degan fikr o'tirib qolgani uchun ular sog'ayolmasdan qiynalib yurib, qiynalgani ham mayli, boshqalarni ham qiynab yuborishgan bo'ladi-da. Bekorga qancha pullarni sarflashgan bo'ladi. Azizlar, o'shalarni ichidagi holatini biz tushuntiramiz. O'shalarni ongidan mana unday qilib tozalash degan uslublar bor. O'shalarni o'ziga aytib, o'shalarni o'zi bilan birgalikda ongidagi o'sha kasalman degan xayollarni biz yo'qotganimizdan keyin o'zidan o'zi ular sog'ayib qoladi. Agar shu ma'lumotlar sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, bitta yo'riqchani bosib qo'yasizmi? Yoki sizni tanish bilishlaringiz orasida mana shunaqa o'zi sog'lom, xayoli kasal odamlar bor bo'layotgan bo'lsa, o'shalarga jo'natib qo'yasizmi? E'tiboringiz uchun rahmat.